Bu gap srochniy PUBG borligiga eshitmasa bo'lmaydi. Короче, bugun soat 22:00 da Erangilda turnir bo'lib o'tadi. O'zi turnir o'tkazmoqchimiz edik. Bugun ham bolalar aktiv bo'lib turnir qilaylik yoki do'rodi. Bo'ldi aktiv zo'r qilinglar deganim uchun aktiv yo'riborishyapti. To'g'risi Instagramga, Telegramga, YouTube'ga like bosib, reaksiya bosib tursalaring, biz bugun turnir qilamiz. Soat 8 bo'lyapti. 22:00 gacha qani ko'ramiz nechta odam yig'ilar ekan. Tezroq odamlar yig'ilsa biz 22:00 da bugun turnirni o'tkaza olamiz. Rosa mana shu videoni PUBG o'ynamasangizlar, PUBG o'ynaydigan o'rtoqlaringizga, PUBG do'stlaringizgami PUBG o'ynaydiganlar tarqatib yuborsalaring, ularga foydali bo'lardi va hozirda bu video Instagramga qo'yiladi va YouTube'ga ham qo'yiladi. YouTube'da ham silkasi bo'ladi, Instagram profilda ham silkasi bo'ladi. Bemalol Telegramga o'tsalang bo'ladi. 21:50 da story qo'yiladi Instagramga. Короче, day bolalar, sizlar o'yinda kutib qolaman. 100 yutishmaydi deganlar uchun 100 yutish alohida video ham tayyorlaganman. Mana chatga yozgan videoda ko'rib qo'yishlaring mumkin. Bu 3-o'yinimiz, 4-o'yinimiz boshlanadi. Day bolalar, omad sizlarga.